Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. BM Group'ning Dumrobod Residence obyektidamiz. Hozirda barcha obyektlarimizda ancha ishlar jaddallashib ketgan. Shular bilan birgalikda fasad ishlari, asosan ko'zga ko'rinib turgan ishlardan fasad ishlari bo'lib turibdi. Fasad ishlaridan keramogranitli kafillarni joyiga o'rnatish, ya'ni joyiga qo'yish, montaj ishlari olib borilmoqda. Shu bilan birgalikda xonadonlarimizning ichiga olib boriladigan elektrika ishlari, santexnika, kanalizatsiya ishlari ham o'z etapiga yetib qolgan. Podyezdlarimizda kirib borish joylar pardoz ishlari, zinalarimizni pardoz ishlari, yer qazish ishlari ham yo'lga qo'yilgan. Bu yer osti parkovka uchun qilinadigan ishlarimizdan lavhalar. Podyezdda qilinadigan ishlardan ozgina aytib o'tmoqchi edik. Mana bu shitlar, ya'ni xonadonlar uchun elektrika tarmog'i boradigan, elektrik shotchiklar turadigan shitlar hisoblanadi. Bularni o'rnatish jarayonlari anchasi qilib bo'lingan. Shu bilan birgalikda mana bu holatda bo'ladigan dima udaleni, ya'ni yong'in holatlari chiqib qoladigan bo'lsa, yomon tutunni yuqoriga olib chiqib ketish uchun qilinadigan kanal hisoblanadi. Shu bilan birgalikda bu yerda kabel elektrika ishlari ham, kabellar ham o'z o'rnida olib borilmoqda, montaj ishlari. Undan tashqari yuqorida elektrika hamda pojar signalizatsiya montaj ishlari ham yo'lga qo'yilgan. Betonokonstruksiya jarayonida biz liftlar xonasi haqida alohida gapirib o'tgan edik. Va nihoyat hozir liftlarni bo'lish ishlari ham yo'lga qo'yilgan. Hozirda mana bu katta xonamiz, bu yerda 3 ta lift mo'ljallangan bo'lib, birinchi hamda ikkinchisi bular personal uchun mo'ljallangan liftlar bo'lib, oxirida turgan kattasi esa yuklar uchun, ya'ni gruzopodъемный liftlarga mo'ljallangan. Xuddi mana shunaqa xonadan, ya'ni shu liftlardan 3 ta bu tomonda bo'lsa, 3 ta yana bu tomonda bor. Har bir blokda jami 6 ta liftga mo'ljallab ishlarni davom ettirmoqdamiz. Fasad ishlari haqida yaqindan ma'lumot bermoqchi edik. Keramogranitli kafelarimizni mana shunaqa holatlarda biz montaj ishlarini olib borganmiz. Bular esa perilla uchun moslamalar bo'lib turibdi. Mana bu ko'rib turganimiz esa konditsionerlarni blokini o'rnatishga xonadon egalari uchun juda qulaylikka mo'ljallangan narsa hisoblanadi. Undan tashqari parallel ravishda biz akfa romlarimizni qo'yganimiz kabi balkonlar uchun ham akfa eshiklarni ham o'z joyida vaqtida o'rnatib bormoqdamiz. Mana bu ko'rib turgan texnikalarimiz barchasi parkovka uchun, ya'ni yer osti parkovkaga mo'ljallangan hududni tayyorlash uchun xizmat qilmoqda. Buni trambovka qilish mashinasi hududlarimizda belgilangan tartibda loyihaga muvofiq trambovka qilib bergandan keyin texnika bilan belgilangan tartibda tekislab olib, beton ishlariga tayyorgarlik ko'rmoqdamiz. Bir xonali xonadon ichidamiz. Hozirda bu xonadonimizda gaz tarmog'i o'tgan bo'lib, shu bilan birgalikda parallel ravishda ventilyatsiya tarmog'i ham olib borilmoqda. Ventilyatsiya bilan birgalikda kanalizatsiya tarmoqlari ham o'z yo'liga qo'yilgan. Fasad ishlarimizda kafillarni montaj qilish bilan birgalikda balkonlarni to'sish uchun perillalar ham montaj ishlari yo'lga qo'yilgan. Shulardan namunalar ham bo'lib turibdi. Dumrobod Residence obyektimizdagi tashkillashtirilgan ishlar mana shulardan iborat va hozirda rejamizga muvofiq yanada yuqori marralarga erishishga harakat qilamiz va 2026-yilning 4-cho'ragida barcha obyektimizni ham o'z muddatida vaqtiga topshirishni niyatidamiz.